Bugungi treningingiz orqali o'zingizga qanaqa xulosalar chiqardingiz? Assalomu alaykum. Men bugungi treningda mana shu vaqtim bekor ketayotganini bilib, o'sha maqsadlarimni qo'yishni aniqlab, mana shularni o'ylab, aniq javobga keldim. Birinchi navbatda erinchoqlikni yo'qotib, risk qilishdan qo'rqmaslikni. Chunki agar men hozir risk qilishdan qo'rqsam, biror bir ishni yoki boshqa bir nimani boshlash iloji bo'lmay qoladi. Bu treningdan keyin hozirgi zamonda qanaqa kasblar yo'qolib ketayotganini, kelajakda qanaqa kasblar ko'payishini bildim. Vaqt qanchalik qisqarayotganini, maqsadlar qo'yishdan to'xtamasligi kerakligini tushundim. Yaqin 5 yilda kasblar o'zgarib ketishi, hozirda aktual bo'layotgan kasblar yo'q bo'lib ketishi meni katta hayratga soldi.